Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hormani salomatmisizlar? Akalar, bugungi sanamiz 7-aprel. Men Toshkent shahar To'labeydan sizlarga friz bilan chachishgan shekilli mana parodasini o'zingizning kommentariyaga yozasizlar. Qo'lida friz bormi deyman. Oyoq qo'llarini qarang. Juda bir go'zal, chiroyli ot ekan. Shundan biz video obzorini olgan kelganman. Kimga qiziq bo'lsa, shu yerda sotiladi. Otda egalari sunnatulloh ekan, ichlarini ko'rsatib turibdi. Yosh bo'lsa. Assalomu alaykum aka. Hormat, salomatmisiz? Charchamasdan. Charchamayapsiz, o'rtaman. Ha, rahmat. Xudo xohlasa yoshi bo'yicha 4dan 5 ga qarab ketyapti. Ha. Parodasi bo'yicha sizga nimadir deyishganmi? Parodasi bo'yicha Orabayev deyishgan, lekin yurishlari fizga o'xshab ketadi. Ha, formalar fizga o'xshab ketar ekan, ha? Kallalari mana. Sizga yo'g'alari ham bor. Ha, yo'g'asi ham bor, ha? Yo'g'alari ham bor. Xarakterlari yaxshi. Ha. Odamga yuvoshligi вообще nomerani. Elardan o'tuvchisiz ham bo'ladi. Yosh bolachalarga tavsiya qilamiz. Bo'yi qancha chiqib qoladi? Bo'ylari 160 inshaalloh. 65 ga kirsa kerak. 60 plyus deydi. 160 plyus, ha? Ha. Yem yeb turibmi hozir? Yemga вообще zo'r aka. Og'irga вообще. Yaxshimi yeb ichishi? Oyoq qo'lda ishig'i yo'q, ha? Oyoqlarida tishlari, pishgan joylari yo'q. Yaqin. Chopishlari ham oyoqlar juda yengil. Yengil. Uloqqa ham olib kirishdi, lekin taga ko'tarishmadi. Oralatdik, chunki hali yosh. Ha, kirib chiqish yaxshi. Kirib chiqishlari yaxshi, otlar bilan yurishadi zo'r. Qangilik qilmaydi. Yo'q, Zafar o'zida To'labey bolaga polvonda borib minishdi, lekin uloqqa taga ko'tartirmadi. O'ylab qo'yilgan hali yosh narsa. Ha. O'sgan narsa. Qo'rqmasin bu odam. Juda zo'r, Xudo xolasa inshaalloh olgan baraka topib. Maza qilib minishadi. Inshaalloh, Xudo xolasa. Laqab qo'yganmisiz? Laqabi Chorli Pantera qo'yganmiz aka. Ha, Chorli Pantera. Chorli Pantera. Mana bosgan bozorlar ko'p. Tezliklari yaxshi ekan-a? Ha, oyog'i yengil aka. Jonivor. Ham ishlatmaymiz aka. Ketarkan-a? Hozir Chavandoz akaga kichkina cho'p olib beruvdik. Cho'p bo'zdi ketib qoldi. Torting. Og'izlari yumshoq ekan-a? Ha, og'izlari yumshoq. Libosiga kirib qoldi, Abdulaziz. Ha. Lekin polvonga berib. Ha. Yana ham o'zgaradi. Xudo xolasa. Akalar, Chorli Pantera otimiz sotiladi. Parametrlarni eshitdinglar. Menimcha kommentariyaga yozdinglar shekilli. Qo'lida friz bor. Formasi o'xshab ketar ekan. O'spirim narsa, tarbiya qilish kerak. Ha, paypoqlar bor ekan. Mana. Chiroyli ot minaman deydigan aka-ukalar, Xudo xolasa kelib savdo qilib ko'ringlar. Yaxshi narsa ekan. Tim qorasidan mana. Endi aka, buni narxini nima deymiz? Narxini Xudo xolasa 3800 qo'yamiz aka. 3800 dollar. Ha, kami bo'ladi baribir. Savdolaydigan joyi bor. Kelib mana savdo qilib ko'rasizlar. Otimiz sotuvda. Sunnatulloh aka telefon nomeringiz ekranda bo'ladi. Savdolarga Alloh baraka bersin. Xo'p, nasib bo'lsa, keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.